Biza tirik jon organizm bilan ishlaymiz. Organizmni fiziologiyasi har xil. Undagi fiziologiya har xil bo'lganligi bilan patologik jarayonlar ham har xil. Bu degani hammani qaysidir protseduraga, qaysidir preparatga allergik reaksiyasi bor. Bizning kosmetologiyada ishlatiladigan preparatlarimiz minus darajadagi allergiya reaksiyasi beradigan preparatlar hisoblanadi. Lekin biz tirik organizm bilan ishlaymiz. Kimdadir allergik holatlar bo'lib qolishi mumkin. Kimnidir o'zini kasalliklari bo'lishi mumkin. Kosmetologga kelganda ular chiroyli bo'lishni xohlab keladi, lekin menda allergiya bor yoki man 2 hafta oldin mana bunaqa kapelnitsa olganman yoki mana bunaqa tabletka doimiy iste'mol qilib turaman deb aytishi juda ham qiyin. O'sha vaqtda kosmetolog birinchi yordam ko'rsatish bilishi kerak. Birinchi yordam ko'rsatishni bilish uchun esa unda har doim hamshiralik ishi hech bo'lmaganda hamshiralik ishi kursini o'qigan bo'lish kerak. Men shu narsalarni oldin olgan holda o'zim tashkil qilgan Muse Akademiya kosmetologiyani 1 oylik kosmetologiya kursida hamshiralik ishi darsi, birinchi tez tibbiy yordam, hatto kosmetologning kabinetida shokoviy shkafda qaysi dori moddalari bo'lishigacha hammasini yozdiraman.